Do'stlar, Usmoniylar imperiyasi birinchi qurgan masjidiga hozir kelamiz. Bu masjid tarixi shunaqada. Do'stlar, Usmoniylar imperiyasini birinchi qurgan masjidiga hozir kelamiz. Bu yer Bursa shahri. Bu masjidning tarixi qanday? Bu masjidning tarixi qanaqa? Do'stlar, hozir biz Usmoniylar imperiyasini birinchi qurgan masjidiga boramiz. Bu masjidning tarixi shunaqa. Usmon G'ozi, ya'ni mana shu Usmoniylar imperiyasini tashkil qilgan inson mana shu Bursa shahrini bosib olsam, men bu yerga 20 ta katta masjid qurdiraman dedi. Shunda uni vazirlar bu yer yangi shaharligi uchun bu yerga 20 ta katta joyga masjid qurmaylik-da, bitta katta masjid quraylik, 20 ta katta gumbazi bo'lsin deb maslahat berishadi. Bu maslahatga Usmon G'ozi ko'nadi. Va vazirlarga aytadiki, masjid uchun yer topishni buyuradi. Vazirlar mana shu joydan yerni topadi va 5 ta 6 ta odamning uyi bo'ladi. Buni sotib olishga buyruq beradi. Xo'p, bular sotib olgani borganda, ana shu masjid qurish kerak bo'lgan joyda o'rtasida bir armani xotin yashaydigan bo'ladi. Bu armani xotin yerini sotishlikka ko'nmaydi. Usmon G'ozi o'zi keladi. Usmon G'ozi o'zi kelib turib, mana biz bunaqa qilib olamiz. Usmon G'ozi o'zi kelib bu armani xotin bilan gaplashganda, armani xotin unamaydi yerni sotishga. Bir marta keladi, 2 marta keladi, katta pullar taklif qiladi. Oxiri uni ko'ndirishadi. Ko'ndirgandan keyin juda katta summaga ko'ndiradi. U armana ayol aytadiki, "Xo'p, sotaman, lekin meni shartim bor. Meni uyimning o'rnida namoz o'qilish kerak emas. Masjid bo'lish kerak emas" deb aytadi. Shunda Usmon G'ozi o'ylanib ko'radi-da, "Xo'p" deb rozi bo'ladi. Xullas, u armani xotinning yerini sotib olishadi. Sotib olgandan keyin masjid qurilishini boshlaydi. Hozir mana shu masjidga kirib ko'rsataman. Bu ayolni uyi masjidning o'rtasida nima ekanligini sizlarga ko'rsataman. Buni o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Mana shu masjid do'stlar. Birinchi masjid.